bir-biri bilan birodar bo'lib, yelkadosh bo'lib yashab kelgan o'zbeklar va mesxet turklarning o'rtasida mojaroni uyushtirdi. O'zbek organlaridan, davlat organlaridan bekorga quroli yo'q xalqqa o'qitganlik uchun javob berishini talab qiladi. Go'yo Qo'qon xalqi turklarga qarshi kurashayotgan emish. Avval boshqa menga e'lon qiladi. Nimaga u cho'ntagida kommunist biletni ko'tarib yuradi? Ko'zim bilan ko'rdim bu narsani. Men shuning uchun jiddiy aytishim shart buni xalqqa. Nimaga tinch xalqni o'qqa tushdi? Nima hokimiyat tepasidagi partiyaviy mafiya nufuzli jinoyatchilar ko'magi bilan O'zbekistonning Farg'ona viloyatida milliy xunrezlikni uyushtirdi. Mashinaga o'tirib, men Qo'qonga borganman. bu jinoyatni biz butun dunyoga olib chiqishimiz kerak. Butun dunyoda ochib tashlashimiz kerak. O'zbek xalqi dushman emas. Farg'ona vodiysida 20-asrning 80-90-yillarida o'ziga xos murakkab demografik vaziyat hukm surgan. Tarixan yuzaga kelgan aholi tabiiy o'sish darajasining tezlashuvi natijasida bu yerda siyosiy, iqtisodiy va etnodemografik muammolar keskinlashuvi sodir bo'lgan. Qolaversa, bu ma'lum darajada o'ziga xos o'ta chigal ijtimoiy, iqtisodiy va psixologik sharoitni yuzaga keltirdi. Endi hammasini bir boshdan faktlar bilan tushuntirishga harakat qilamiz. Ma'lumki, Ikkinchi jahon urushi davrida Sovet Ittifoqi otasi Iosif Stalin 1944-yil 14-noyabrdagi qaroriga ko'ra 120 ming nafar Mesxetiy turklari Gruziyaning janubi-g'arbiy hududidagi Mesxetiya va Javaxetiya viloyatlaridan O'rta Osiyo va Qozog'iston respublikalariga ko'chirilib, O'rta Osiyoga deportatsiya qilingan. Mesxetiy turklarning eng ko'p qismi esa taxmin qilganingizdek O'zbekistonga joylashtirildi. Ba'zi ma'lumotlarga qaraganda diqqat bilan eshiting. Mesxetiy turklarning O'zbekistondagi umumiy miqdori 106.700 kishi bo'lib, ulardan Toshkent viloyatida 43.200 kishi, Samarqand viloyatida 18.700 kishi, Farg'ona viloyatida 13.600 kishi, Andijon viloyatida 5.000 kishi, Namangan viloyatida 3.000 kishi va Buxoro viloyatida 1.500 kishi istiqomat qilgan. Mesxetiy turklarining katta guruhlari Farg'ona vodiysiga joylashtirilgan edi. Ularni dastlab asosan qishloq joylarida joylashtirish markaz tomonidan buyurilgan bo'lsa-da, biroq Mesxetiy turklar ko'proq viloyatning shaharga yaqin va rayon markazlariga o'rnashtiriladi. Quvasoy shahri Farg'ona viloyatining sharqiy qismida Qirg'izistonning O'sh viloyat chegarasiga yaqin hududda joylashgan. 1989-yil 1-iyunda shahar aholisi 55.400 kishi bo'lib, uning milliy tarkibi xilma-xilligi bilan ajralib turgan. O'zbekiston Kompartiyasi uchun tayyorlangan maxsus ma'lumotnomada bayon qilinishicha, Quvasoyda 47 ta turli millat va elat vakillari jumladan 29.100 nafar o'zbeklar, 15.000 nafar tojiklar, 7.200 nafar qirg'izlar bilan birgalikda 4.340 nafar Mesxetiy turklari, 1.400 nafar Krim tatarlari va 6.000 nafar ruslar istiqomat qilgan. Farg'ona voqealari turli millat vakillarining restorandagi o'zaro mushtlashuv bilan boshlangan bo'lishiga qaramasdan, fojianing chuqur ildizlari Farg'ona vodiysida yashayotgan aholining eng avvalo o'zbeklarning og'ir ijtimoiy-iqtisodiy ahvoli bilan bog'liq edi. Markazni O'zbekistonda olib borgan siyosat, bu siyosatni izchil amalga oshirgan mahalliy partiya, sovet va xo'jalik organlarining tub aholi manfaatlariga pisandsizlik bilan qarashi, hokimiyat boshqaruv organlarida poraxo'rlik va korrupsiyaning avj olishi, jinoyatchilikning kuchayishi 10 yillar davomida to'plangan muammolarni yana ham keskinlashtiradi. Bir 1917-yilda hokimiyatni egallab olgan Proletar partiyasi yagona hukmron sinfga aylanib, Sovet ittifoqini tanazzulga keltirib qo'ydi. Bir 1989-yilning iyun oyida hokimiyat tepasidagi partiyaviy mafiya nufuzli jinoyatchilar ko'magi bilan O'zbekistonning Farg'ona viloyatida milliy xunrezlikni uyushtirdi. Quvasoy, Marg'ilon,
Toshloq, Farg'ona shaharlarida jam holda yashovchi Mesxetiya turklari qatori o'zbeklar ham bu dahshatli qirg'inbarotning qurbonlari bo'lishdi. Gruziyaning Mesxetiya deb atalgan hududidan bir paytlar bu yerlarga badarg'a qilingan bechora xalq yuqoridagi fojiaviy voqealardan keyin Rossiyaning turli viloyatlariga jo'natildi. Bu Mesxetiya turklari uchun amaldagi ikkinchi badarg'a bo'ldi. Врут по телевидению, врут. Митинг сделал, при митинге безоружные люди сидели, они Shahar partiya kotibining 8-iyun mitingidagi chiqishidan keyin kimdir minbarga tosh otdi. Shunda Ichki ishlar vazirligi kuchlari maydonga yig'ilgan minglab begunoh odamlarni o'qqa tutdilar. Sabablarini O'zbekistonga 1989-yilning 23-iyun kuni rahbar qilib saylangan Islom Karimov shunday tasvirlagan. Farg'ona voqealarining sabablarini o'rganish jarayonida yana shu narsa ma'lum bo'ldiki, bu yerdagi ayrim rahbarlar xalqning dardini tinglash, muammosini hal qilish o'rniga soya salqin kabinetlarini eshiklarini mahkam yopib olgan. Odamlar o'z rahbarlariga muammolarni ayta olmas, rahbarlarning ham to'planib qolgan murakkab masalalar yechim bo'yicha xalqqa aytadigan gapi yo'q edi. 1989-yilning may oyida bo'lgan bir qancha bezoriliklar, ayniqsa Mesxetiya turk yoshlarining tartibsizliklarini keltirib chiqarishi Farg'ona voqealarini boshlanishiga turtki vazifasini bajarib beradi. Bu holatdan Mesxetiya turklari vaziyatni keskinlashtirib, o'z tarixiy vataniga qaytishni tezlatish yo'lida foydalanmoqchi bo'ladi. Shunday qilib, Quvasoy shahrida hukm surgan ijtimoiy tanglik natijasida unda yashovchi o'zbeklar va Mesxetiya turklar o'rtasida janjal kelib chiqadi va bu janjal qonli to'qnashuvlarga aylanib ketadi. Natijada 72 nafar o'zbek, tojik, qirg'iz millatiga mansub kishilar, bir necha militsiya xodimlari og'ir yarador holatda shifoxonaga keltirilgan. Vaziyat esa 1989-yil 24-may kuni keskinlashib ketgan. 25-may kuni jamoatchilik tartibini saqlash maqsadida Quvasoy shahriga O'zbekiston SSR ichki ishlar ministrining qo'shimcha kuchlari olib kelinadi. O'sha paytda O'zbekistonga rahbar hisoblangan Rafiq Nishonov va u boshliq O'zbekistonning siyosiy rahbariyati bu mudhish hodisalarni aniq siyosiy jihatdan to'g'ri baholay olmagan. Oqibatda esa begunoh kishilar hayotdan ko'z yumgan. Farg'ona viloyatidagi birinchi katta qonli to'qnashuv Marg'ilon shahrining shimoli sharqida joylashgan Toshloq rayonida 1989-yilning 3-iyun kuni yuz beradi. Toshloq shaharchasidagi Avrora kinoteatri oldida boshlanib ketgan janjallar tez orada Marg'ilon yaqinidagi Komsomolsk posyolkasiga ham yetib borgan va u yerda 10 kishi halok bo'lgan. Shu kuni Oxunboboyev rayonidagi So'rqtepa qishloq fuqarolar yig'ini hududida bo'lgan to'qnashuvlar oqibatida esa 20 kishi qonli to'qnashuv qurboni bo'lgan. Tartibsizliklar 4-iyun kuni ham davom etgan. Bu kuni 8 nafar militsiya xodimi va 72 nafar kishi turli darajada jarohat olib kasalxonaga yotqizilgan va ulardan 2 nafari kasalxonada vafot etgan. 48 nafar kishi esa tartibbuzarlik va bezorilikda ayblanib qamoqqa olingan. 1989-yilning 5-iyun kuni O'zbekiston Kompartiyasi birinchi kotibi Rafiq Nishonov yig'ilish o'tkazadi va shu kuni 3000 nafar Mesxetiya turklari Farg'ona viloyatidan evakuatsiya qilinadi. 6-iyun kuni Marg'ilon shahrida hukumat tomonidan ruxsat berilmagan ikkita miting bo'lib o'tadi. Shu kuni, ya'ni 6-iyun kuni kechga yaqin Rishtondan Marg'ilonga mitingga yo'l olgan yoshlar avtobusi soxta mishmishlar eshitgandan so'ng Qo'qon shahriga yo'nalishni o'zgartiradi va
ular Qo'qon shahriga kiraverishda militsiya xodimlari tomonidan to'xtatilib qamoqqa olinadi. 7-iyun kuni tushdan so'ng kishilar o'nlab yuk mashinalarda Qo'qon shahri markazidagi Lenin maydoniga va shahar ichki ishlar boshqarmasi oldiga to'planadi. Bu paytda militsiya xodimlaridan biri 16 yoshli o'smirni to'pponchadan otib o'ldiradi va tabiiyki g'azablangan xaloyiq militsiya xodimlariga tosh ota boshlaydi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, keyin militsiya xodimlari tinch aholini "Shu yerda diqqat qiling" avtomatdan o'qqa tutadi va buning oqibatida 20 kishi shu yerning o'zida halok bo'ladi. 77 nafar kishi esa yaralanadi. 8-iyun kuni endi Qo'qonda aholi vakillari shahar rahbarlariga o'zlarining noroziligini bildirish uchun tinch namoyish o'tkazishga qaror qiladi va 5000 nafardan ortiq kishi Qo'qon shahar partiya komiteti binosi oldiga to'planadi. Ular aslida bir kun oldin, ya'ni 7-iyun kuni tinch aholiga o'q uzganlar jinoiy javobgarlikka tortilishini talab qilgandi. Biroq u talablarga javoban tinch aholiga bu safar katta leytenant Maksimovichning buyrug'i bilan ham yerdan ham vertolyotdan o'qlar yomg'iri yog'diriladi. Natijada 8 kishi halok bo'lgan, 10 nafar kishi jarohat olgan. Aslini olganda Qo'qonda 7-8-iyun kunlari bo'lib o'tgan qonli voqealarni Mesxeti turklariga umuman aloqasi yo'q. Sababi bu kunlari Qo'qonda aholi o'z talablarini hokimiyat vakillariga yetkazish uchun ko'chaga chiqqandi xolos. Yuz bergan qonli voqealardan so'ng 11-iyun kuni O'zbekistonda motam kuni deb e'lon qilinadi. Mavzuni esa O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimovning O'zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida kitobidagi mavzuga aloqador gaplar bilan yakunlaymiz. И я и сегодня заявляю, что второй Ферганы Узбекистан не переживет. Что второй Ферганы Узбекистан не переживет. Latiflarim, Farg'onadek zariflarim, ona xalqim o'ksib qolmang. Navoiydek oltin konchi, Sirdaryodek bog' bo'stonchi, Qashqadaryodek dostonchi, ona xalqim o'ksib qolmang. Jizzaxni bog' bo'ston etgan, Toshkentni nonga kon etgan, bu jahonga ayon etgan, ona xalqim o'ksib qolmang. Goh tanaga duch keldingiz, qotillarni yod bildingiz, shu bois ayb bo'ldingiz, ona xalqim o'ksib qolmang. Qotillikka kim daxldor? Xalq emasdir u bir beor. Xalqimiz hech bo'lmas aybdor, ona xalqim o'ksib qolmang. Navoiy va Boburlarim, Ulug'bek va Temurlarim, poklik bilan mashhurlarim, ona xalqim o'ksib qolmang. Maqsadingiz farovonlik, maqsadingiz tinch yomonlik, xalqdan chiqmas hech yomonlik, oppoq xalqim o'ksib qolmang. Aytib haq davri keldi imkon birlashing, yurtni pok qurmoq uchun ahli iymon birlashing, paxtakor qaddin ko'tarsin, ishchi dehqon birlashing, poklik va haqqoniyat deb mard maydon birlashing, mard bo'ling, bardam bo'ling, ahli musulmon birlashing, poklik bayrog'i uzra barcha inson birlashing. Neki bo'lsa bo'ldi o'tdi, sezmadik shayton nima, so'rsalar aytolmadik Rabbing kim u Rahmon nima. Endi bilmoqlik kerak islom nima, iymon nima, til nima, yurting qayer, xalqing kim u inson nima. Mard bo'ling, bardam bo'ling, ahli musulmon birlashing, poklik bayrog'i uzra barcha inson birlashing. Haq yo'liga da'vat etmoqda beodorlik kerak, bundayin da'vat uchun ancha bedorlik kerak. Birlashish uchun gohida tadbir va purkorlik kerak. Bir-biringizga adovat aylamang, birlik kerak. Mard bo'ling, bardam bo'ling, ahli musulmon birlashing, poklik bayrog'i uzra barcha inson birlashing. Yurtidan hijrat qilib ketgan bilimdonlar keling. Yurtidan hijrat qilib ketgan bilimdonlar keling. Haq yo'lin sof qurgani g'ayratli polvonlar keling. Bir-biriga jon kuyar tobutkash insonlar keling. Poklik bayrog'ini ushlab mard qo'mondonlar keling. Mard bo'ling, bardam bo'ling, ahli musulmon birlashing, poklik bayrog'i uzra barcha inson birlashing. Tilda soflik, elda poklik o'rnatishga qo'zg'aling. Paxtamizni yurtimizga sarf etishga qo'zg'aling. Haq yo'lin avlodimizga ko'rsatishga qo'zg'aling. Ushbu maqsadlar sari
tezroq yetishga qo'zg'aling, mard bo'ling, bardam bo'ling, ahli musulmon birlashing, hozirlik bayrog'i uzra barcha inson birlashing. Go'yoki bir to'palang bo'larmish, otishma bo'larmish degan shov-shuvlar tarqatildi. Axir bu demokratiya degan narsa og'izda bor xolosmi, amalda yo'qmi? Bizni mana shu viloyatlarimizga demokratiya mutlaqo kelmaganga o'xshaydi. Rahbarlarimiz buni tushunmaydi shekilli, tushunishni xohlamaydi ham shekilli. Masalan, bizni mana shu diyorlarimizda mehnatkashlarning ichida hech qanday millatchilik yo'q, boshqa narsa yo'q. Faqat o'sha rahbarlar tomonidan millatchilik sodir bo'lyapti. Mana shunaqa narsalarga ham chek qo'yish kerak. Bundan tashqari mana hozir shaharimizda komendantlik soati joriy qilinganiga allaqancha oy bo'ldi, 5 oy bo'lyapti shekilli. Axir bu bir ma'naviy butun shaharni ma'naviy jazolash bo'lmaydimi? Butun haqorat bo'ladi shahar xalqiga. Shuning uchun talab qilamizki, shaharimizdagi komendantlik soati shu bugundanmi gap bo'lsa uzoq bilan 3 kun ichida yo'q qilinsin, bekor qilinsin. Bo'lsa bo'lar, himoya qilyapti-da shaharimizni deydi. Shaharni, xalqni himoya qilish xohlasa, xohlamasa mana shularning o'zini qo'lida. Chunki biz o'zimiz bir ahvolda yashasak ham ichki va tashqi qo'shinlarni yegizib, ichkizib, kiyintirib, o'shalarni ushlab turibmiz. Bundan maqsad bizni tashqaridan ham, ichkaridan ham xavfsizligimizni himoya qilish uchun. Bunday bo'lar ekan, bu komendantlik soati joriy bo'lmasa ham bular bizni tinchligimizni himoya qilish kerak, shart. Mana shu komendant chasi bizni himoya qilmayapti. Komendant chasi mana shu kechqurun yurib, mana kelgan militsiya, hozirgi komendant chasi militsiyalar mana shu yo'lda to'sib ishdan qayta turganlar. Cho'ntagida 100 so'm pullargacha bittasi bilan yangi chorsida o'tirishadi. Shaharda pulni olib berishibdi. Qana komendantchi bizni himoya qilishadi bular. Hozir mana shu komendantlik soati to'g'risida mana shu yerga juda ko'p ming kishi yig'ilgan ekan. Albatta bular Qo'qonda ahllari, sizlar bir komendantlik soatini olishlikka rozimisizlar, rozi emasmisizlar? Agar rozi bo'lsalaring bir qo'l ko'tarib tasdiqlab qo'yinglar. Suratga tushiramiz buni ham. Chunki bunga sabab ba'zi bir xatlar kelyapti ekanki, Qo'qon xalqi komendantlik soati tursin deyapti ekan. Qurultoyda va'da qildi. Men shu yil 6-iyulda o'z farzandimni Sovet armiyasiga jo'natdim. Meni farzandim hozirgacha 4 ta xat yozdi. O'tgan oy 13-sentyabr kuni oxirgi xat kelgan. Oxirgi xatida shunday kelyaptiki, dada, men ukamni, ya'ni Baxtiyorjon 72-yilda tug'ilgan ukasiga maslahat beryaptiki, asli xizmatga jo'natmang deydi. Xizmatga jo'natmang, chunki deydi, bu yerdagi sharoit nihoyatda og'ir deyapti. Nimaga endi? Bir oy oshi bo'lyaptiki, hozirgacha xat yo'q. Hozirgacha sababini bilmayman. Bankomatga borsangiz bilmaydi. Kimga murojaat qilish kerak? Men murojaat qilamanki, o'zimda o'zbek xalqimga. Men shuni aytmoqchimanki, o'rtoqlar, o'zbek xalqi, o'zimizni jo'natgan farzandimizni Turkiston okriga qaytarishni so'rayman. Va shu bilan birga yangi jo'natadigan nimani qaysiki O'zbekistondan chiqmasin. Qaysiki shu bo'lsa, shu maqsadimizga erishsak, keyin jo'nataylik. Ayajon deydi. Bu mevalar qishda oparaman desam, shunday xursand bo'lib taqdirlagani qulog'imda. 24-kuni endi bolam qochib ketdi deydi. Ketdi endi turmush o'rtog'im mendagilar sizlarga aytib bera olmayman qanday ahvoldaligini. O'shaqa yo'l olishdi ukalarim meni. Vorislar o'likxonadan bolani ko'rsatgandan keyin turmush o'rtog'im o'zini yo'qotib qo'ygan. Kim o'ldirdi buni? Kim hamma o'ldirgan odam dokumentlarini to'g'rilab qo'ygan. O'zini o'zi otdi debdi. Oxiri aqlli, mana o'zi o'sha o'ldirgan odamlarni o'zi aytayapti. Bolani armiyaga jo'natmaslik kerak. Men endi shu musulmon xalqimga chiqaman.
xalq bilan yuraman. O, ko'zingni ochamay. Bu yerda qancha ming turk xalqlari bor. O't ochishga keladi bular. Yo'q, Akramovani o'zi ishonch hosil qilgan kim edi deb Gancharovni o'zi hattoki Mutabekka xabar berilgan. Ular menga ahamiyat bermagan. Biz chetamiz kelmaydi deb. Mana oqibat nima bo'ldi? Oqibatda butun vayronalikka aylandi Qo'qon. Xalqning dilida unutmas alanga yara bo'ldi. Bular qo'rqadi o'zlarining o'rindiqlaridan. Moskvadan biz buyruq kutamiz. Ha bu o'zbek xalqi bo'lgandan keyin men Moskvadan buyruq kutishim kerak. Shahar rahbarlari bo'lgandan o'zing o'zing buyrug'ini chiqar. Biror marta ko'rgansizlarmi shahar rahbari Mutabekov shu Qo'qon voqeasi to'g'risida biror marta shahar aylanib, yo bir korxonaga borib, yo bir ishchi, mehnatchi, bir kambag'al ezilgan jafokashni dilini olganmi? Olmagan. Kafolat berasanmi mayli yore? Kafolat berasanmi sog' salomat borib kelishiga? Yo'q. Kafolat beradiman deydi. Shahar hokimiyatlari kafolat beradimi? Kafolat bera olmaydi, uning joni shirin u. Chunki uning farzandi emas u. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Men yana bir bor ta'kidlab o'tamanki, farzandlarimizni ayaylik. Muhtaram jamoat, bu hozirgi mana birodarlarimiz mana birlikdan deyishdi va boshqalar so'z olib ancha yaxshi so'zlarni gapirishdi. Endi gap shuki, mana bu mahalliy va viloyat rahbarlarimiz haqiqatda ham biz shu yolg'on gapirmaymiz, haqiqatini gapiramiz. Faqat haqiqati bo'lsin deb televideniyaga, radioga, gazetada chiqib e'lon qilib, haqiqatda ham yolg'onni o'zini gapirishdi. Ularni shunday tushundikki, haqiqiy kozib deyiladi, bularni yolg'onchi deyiladi. Muhtaram jamoat, mana Qo'qonda, Farg'onada va Quvasoyda, Toshloqda bu bo'lib o'tgan fojialarning sabablari hammasini paytda aytib o'tilindi. Mana shu haqda bir narsani aytib o'tishlikni lozim ko'rdim. Mana shu Qo'qon xalqimiz mana shu Garkom partiyani maydonini oldida to'planishib o'tirgan ekan. O'sha yerda chordana qurib, siz cho'kib o'tirgan aholilarga qarab o'q otilib, mana shulardan bir necha odamlar chetda o'lgan, son sanoqsiz o'q yeb yaradorlar bo'lgan kasalxonalarda, больницаlarda to'lib ketganligi hammaga ma'lum-ku. Axir shuni haqida bu mahalliy rahbarlarimiz bir ezqushlarini bir yig'votalar bo'lardi. Bu yolg'onchilik bilan juda ham bular o'zlarini xatkashliklarini ko'rsatib turibdi. Axir bunday o'ylab qarangki, axir osmonga otgan deyishadi. Nahotki osmonga otgan odamlarga kelib tegdi. Ishonsa bo'ladi. Axir shuni mana больницаlarda bo'lib ketgan shu mana 17 tami, mana bir hisobda aytishyapti 60 tami. Mana shu o'lgan odamlarni Qo'qon shaharida va atrof rayonlarida shuni ta'ziyasi bo'ldi, ko'mildi. Bu xalq hammasiga guvoh. Yana xalqning ko'ziga bag'ri turib turib, radioda, televideniyada yo'q, osmonga otilgan, xalqqa qarab otilmagan deb hozirliklarni qilishyapti. Bundan ma'lum bo'ldiki, mana shu mahalliy rahbarlar, viloyat rahbarlari, ular hammalarini ham tepasidan qattiq ta'qib qilga o'xshaydi. Agar bular xalq bilan birga bo'la olmasalar, xalqni tomonda tura olmasalar, marhamat qilib ular iste'foga chiqishlarini talab qilaman. O'rtasida boshlanganligi Sovet O'zbekistonda ham, Pravda gazetasida ham yozildi. Lekin bu bilan birgalikda shunday bir katta aybnoma taqaldiki, go'yo Qo'qon xalqi turklarga qarshi kurashayotgan emish. Avval boshda shunaqa provokatsion gaplar bo'ldi. Lekin biz bilamiz Qo'qon xalqi turklarga qarshi urushmaganini. Biz Marg'ilondan yoki Toshloqdan provokatsion guruhlar yuk mashinalarida kelishgan paytda Qo'qon xalqi ularni to'sish uchun ko'chaga chiqqanini bilamiz. Qo'qon xalqi ularni to'sishni, davlatni
himoya qilish organlaridan so'raganlarini, lekin tartibli himoya qilish organlari bunga mutlaqo parvo qilmasdan, aksincha bo'pti o'zimiz qaytaramiz deb va'da berib, lekin ularni shaharga o'tkazib yuborganlarini biz bilamiz. Shuning uchun ham do'stlar, sizlarning boshlaring bugun malomatga qolgan ekan. Bu hali o'zbek xalqining boshi malomatga qoldi degani emas. Biz bu provokatsiyani bitta ildizi shunda deb bilamizki, Qo'qon xalqi tinch namoyishlarda chiqib, o'zini haqiqiy ma'nodagi talablarini butun xalqqa ma'lum qilganligi hali qog'ozlarda, hali varaqalarda ma'lumdir. O'shaning uchun do'stlar, biz nima uchun bu provokatsiyani qilish kerak bo'ldi deganni hozir bitta ikkinchi nuqtasi Qo'qon xalqining ma'naviy saviyasi, milliy g'ururi yuksakligidan deb bilsak, buni uchinchi sababi shuki, bu orada vasvasa qo'zg'ab, o'zbek do'ppularini kiyib turklarga qarshi kurashib, turkcha o'zicha go'yo turkcha kiyinib, turkcha qiyofada o'zbeklarga qarab tosh otib, o'zbeklarga qarab hujum qilganliklari, bu yerda arman xalqi ham, rus xalqi ham qatnashganligini va bu provokatsiya yuqoridan turib, Moskvadan turib uyushtirilganligini biz juda yaxshi bilamiz o'rtoqlar. O'shaning uchun qadrli birodarlar, shunda bu yerda yana kelib chiqqan asosiy sabablardan bittasi shuki, tasning muxbiri o'rtoq Rishkov bilan bo'lgan suhbatda shunday bir savol bergan. Shuni eslab ko'ringlar o'sha kundagi matbuotda chiqqan gaplarni. Tasning muxbiri Rishkov bilan suhbatda turklar mehnatkash xalq, ular Rossiyaning qishloq xo'jaligini ko'tarib beradi, shunday emasmi deb savol bergan. Mana bu bilan mana shu provokatsiyaning yangi bir qirrasi o'z-o'zidan ochilgan. Rossiyaga turklar kerak edi. Turklarday mehnatkash, turklarday halol, turklarday zahmatkash xalq Rossiyaga juda ham kerak edi. Ularning vataniga qaytmaslik va Turkiya bilan bu yerda turkiy xalqlar o'rtasida bog'liqlik yuz bermasligi uchun ham, undan tashqari umuman olganda bu turklarni vataniga qaytarmasdan ularni yana Rossiyaning ishchi kuchiga aylantirish nihoyatda planlik tarzda qilinganligini dunyo jamoatchiligi o'z ko'zi bilan ko'rib turibdi. Shuning uchun birodarlar, biz bu yerda zahmat chekkan, bu yerda bir o'q bilan bir nechta quyonni urgan provokatorlar, partiya nomidan gapirgan, Lenin nomidan gapirgan, lekin mohiyatan aslida fashistik siyosat yurgizgan provokatorlar buning uchun hali xalq oldida, tarix oldida javob beradilar. Bugungi kunda bizning vazifamiz bugungi kundagi bizning vazifamiz do'stlar, endi biz bu yerda aytilgan gaplarni eshitib, men qon qaqshab o'tirdim. Bu yerda aytilgan mana she'rlarni eshitib, qon qaqshamagan, ko'zdan qon yoshlari oqmagan odam juda kam qoldi. Lekin do'stlar, men sizlarga aytadigan ikki og'iz juda muhim gapim bor. Qo'qon xalqi, o'zbek xalqi umuman mardona xalq, har qanday musibatga chidaydigan xalq. Bu xalqning boshidan nimalar kechmagan. Bu xalq qadim-qadimda Ahomoniylar sulolasiga dosh bergan. Bu xalq Iskandar Zulqarnayn istibdodini boshidan kechirgan. Istibdodning eng muhim, eng asosiy nuqtalaridan biri shundaki, ular xalqni birinchi navbatda o'z milliy yozuvidan ayirishga urinadilar. Xuddi mana shuning uchun ham arab bosqinchilari bizning ilgaridan qolgan Dulbarjin degan butun dunyoda mashhur bo'lgan, nihoyatda dunyoda e'tiborli bo'lgan turkiy yozuvni yo'q qilishga erishdilar. Lekin Stalin davrida bizning yana eski arab imlosiga asoslangan yozuvimizning yo'q qilinishi mana shu istibdodning yana bir ko'rinishidir. O'shaning uchun biz bunday zulmlarga, bunday tahqirlarga qarshi faqat mardona, faqat tadbir bilan, faqat nihoyatda ishchanlik bilan, faqat halollik bilan yondashmoqimiz kerak. Va bu yerda aytilgan hamma gaplarning mohiyatidan mana shu xulosa kelib chiqadi. Biz mardonalikni unutmaylik. Ayollarning ko'ngli yarim, lekin do'stlar, bu yerda o'tirgan juda ko'p erkaklarga murojaat qilaman. Sizlar ayollarning dardini olib, butun mana shu yerdagi butun g'am alamlarni o'z yuragimizga qattiq tugib, yuragimizni tosh qilib, biz hali kelajak ishlarga olg'a borishimiz kerak. Mana shuning uchun ham do'stlar, biz bugungi kunda boya she'rda aytilgani kabi birlashib, mustahkam birlikni saqlagan holda, mustahkam birlikni saqlab, o'zimizni, xalqimizni haqiqiy farzandlari ekanligini dunyoga ko'rsatish uchun, hali o'zbek xalqi o'lmaganligini, hali bu xalq istiqbolga dadil borishi mumkin ekanligini dunyo xalqlariga ko'rsatish uchun ham dadil va mardona ish olib borishimiz kerak birodarlar. Men shunday bir qon qaqshagan kunlaringizda bir she'r yozdim. Bu she'r Abdulla Nabiyevning safdoshlariga murojaati deb ataladi. Bu she'rni men Adabiyot san'at gazetasida chiqartirishga erishdim. Lekin buning bir bandi qolib ketganligi uchun ham men bu yerda o'sha bandini qo'shgan holda sizlarning e'tiboringizga havola qilishni lozim deb bilaman. O'kinmang,
o'kinmang bag'ri qon birodarlarim, qaddingizni rostlang, timsin ohingiz, ozod avlodlarga sajdagoh bo'lur haqiqat maydoni qatlgohingiz. Sizni o'qqa tutgan vahshiy to'dalar, bukun do'st atalar, odil atalar lashkari, Qur'oni borlarga chidang, ustuni qulagan osmon otalar. Aybingiz o'zlikni tanaganingiz, xato adil bor deb sanaganingiz, gunoh haqqingizni so'raganingiz, eng ulug' aybingiz zo'r ekaningiz. O'lgan har jon bilan siz ham o'ldingiz, men ham tirik turib burdaman. Faryodim o'liklar faryodi hamdir, men narki dunyodan kelgan murdaman. O'kilmang bag'ri qon birodarlarim, nidosi yarador o'lmas dardlarim. Sizga o'q otganlar nidoni otdi, haqiqatni otdi, xudoni otdi. Shahid safdoshlarining qabri nur bo'lgay, haqning qotillarga qahri zo'r bo'lgay. Agar tadbir ustun yurak tosh bo'lur, bu yovuz nayranglar bir kun fosh bo'lur. O'kinmang bag'ri qon birodarlarim, qaddingizni rostlang, timsin ohingiz, ozod avlodlarga sajdagoh bo'lur haqiqat maydoni qatlgohingiz. Allohu akbar. Birodarlar, mana avvalo assalomu alaykum muhtaram jamoat. Men ayollar nomidan so'zga chiqyapman, chunki men onaman. Mening ham 4 farzandim bor. Mana shu 7 va 8 kunlardagi bo'lgan voqeani o'z ko'zim bilan ko'rib, shohidi bo'lganim uchun shuncha kundan buyon qiynalib yurgan edim. O'tgan safargi mitingda aytaman dedim, so'z bo'lmadi. Mana shu bugun yetib keldim. Bu mitingni ham bizga qoldirildi deb aytishdi. Lekin qayerdandir mana odamlardan eshitib keldim, kechroq yetib keldim. Mana shu 8 bo'lgan voqea, kunlardagi bo'lgan voqea 8 kuni bizni Bazilova ko'chada biz Mosta pastroq nimada turamiz. O'sha tomonda ham ko'prikdan u tomonda turamiz. O'sha yerda Bazilova degan ko'cha bor. 8 kuni juda ham qanday aytolmayman, uni dahshatli voqea bo'ldi. O'sha kundan buyon o'zimni o'nglayolmayman. Bizning mahallaga shundaycha Musabikovlar turadigan ko'cha, shunday soldatlarni to'kib tashlashganki, eshikni tagiga ayollarni qarashini ham iloji bo'lmay qolgan. Mana shu paytda balki ham 3 ta o'g'il, bitta qiz. O'g'il balalar endi eshikdan qaragisi kelar ekan, boshqa kelar ekan, jonimni hovuchlab o'tirganman. Katta o'g'lim 10-sinfda o'qiydi. Mana shu balalarni ushlash bilan ovora bo'lib o'tirdim o'sha yerda. Lekin mahallamizga to'ldirib soldatlar to'kilgan. Tepada vertolyot yurib, ana shu qayerda shunaqa balalar bo'lganligini yoki to'polon bo'lganligini bilmayman, aytib turibdi shekilli. Ana shu soldatlar qatoriga turiladi, avtobusga birdan yuguradi. Men shuncha yoshga kirib, bunaqa nimani endi ko'rishim edi. Birdan yugurishadi, yugurib chiqishadi. Shu kuni 8-kuni mana shu Bazilova ko'cha tomonidan yengil nima og'ir hali gruzovoy mashinada 10 ta 12 tacha ana shu balalar, men endi uni qanaqa balalarligini bilganim yo'q. Mana shu otishma bo'layotganini ular eshitgan shekilli. Bitta o'ligidek qilib otdi mashinani ichiga. 300 metrdan ketalaring o'tamiz dedi. Hammani ham jonimizni to'xtatib turgandan keyin o'zimizni jonimizdan ham ko'ra balalarimizni joni kerak. Balalarimizni quchoqlaganimizcha borgizmay turibmiz. 300 metrdagi otaman deb hammani kegizmasdan soldatlar ishda o'ligidi. Mashinani ichiga otdi, bir katta soldatlar ham ketdi. Yarador bo'lganlarga hech kim ishi ham bo'lgan yo'q. Soldat ham qaragan yo'q, boshqa ham. O'zimiz ayollar ekanmiz. Mahallada yaxshi telefoni bor, hovlilar ko'p ekan, kirib telefon qildik. Skori kelib, haligi yaradorlarni olib ketdi. Bittasi Gorski deyman dedi, o'shani tanidim, otini bildim, otini bilmadim, Gorskiligini bildik. Qolganlarini bilmadik. Mahallamizdan tekkan balani больницаga olib borib, kechqurun qo'yib yuborishdi. Sim kirib ketdi deb yozdiribdi istoriyasiga. Sim kirib ketdi. Ko'zimiz oldida otgan balaga nimaga sim kirib ketdi deydi. Shunga qo'shilib qolasan, agar shuni sen aytsang, shunga qo'shilib qolasan deb unga ta'ziyat o'tkazishgan.
Shuning uchun u balani ota-onasi balam shunga qo'shilib ketsa qamalib ketadi deganda noiloj majbur bo'lgan. Ikkita joydan o'q yegan balani o'zlari attagi больницаdan olib, temir yo'lda больницasiga yotkizib davolashdi. 1 oyda tuzaldi u bala. Unga istoriyasiga o'q tegdi deyilmagan. Qolganlarga ham skori 5 ta skori keldi. 2 martadan 3 martadan chaqirdik. O'shanaqada ko'piga yozdirmagan. Men bunga aminman. Mana shuni yana ikkinchi bir voqea. Keyingi kuni Bazilova ko'chani boshlig'ida Chinozda Said deyiladi bizning bekatimizni. Ana shu yerda shunaqa bo'layotdi. Endi hamma har kuni o'sha to'palay o'sha ahvol bo'lib turibdi. O'sha yerga o'lmasxonaga borgan ekanlar, Akramova. Men uni ko'rganim yo'q. Meni 9-sinfda o'g'lim ko'rgan ekan. O'sha yerda odamlarni yig'ib, soldatlarni unaqa demanglar, boshqa demanglar, soldatlar xalqimizni tarafini olyapti. Yaxshi deb agitatsiya uyushtirib turganlarini ustida bu tomondan mototsiklda ikkita, bittasi armanimi, grekmi bilmayman. Ikkita bala mototsiklda ketdi. U mototsiklda orqasida vodka bor ekan. Nima, vino bor ekan. Keyin ular o'sha vinosidan qo'rqitdimi, boshqa qildimi? To'xtasa to'xtamabdi. To'xtamagan ekan, tezlab o'tib ketganlar. To'xtab qoldim. Shu soldat otdi o'shalarni. Ular tezlab o'tib ketib, o'zini soldatiga tegdi. O'q o'zini soldatiga tegdi. Quvla borib, moshni pastiga tushganda orqasidan osib o'ldirdi. O'sha grek o'ldi. Men shu gazetada o'qidim. O'zimizning gazeta ham men Trud, ittifoq bo'yicha bo'lgan gazeta Trudda o'qidim. Shu ko'chada voqea yozilibdi. Lekin o'sha kelayotgan armanmi, grekmi, o'shalar ekstremistlar bo'lib, ular kelib soldatni otganimiz, soldat o'lganimiz. Bunga nima deysizlar? O'zimizni matbuotga Trudda yozilgan bu. Trudda hamma yoq o'qidi. O'zbek xalqini boshqani bu yomonotlik qilish-ku bu. Nimaga nahotki shu gazeta yolg'on yozsa? Ko'chalarigacha yozilgan gazetalari yolg'on yozishini Bazilova yozilgan. O'z ko'zimiz bilan ko'rdik. O'shanda televizorda ko'rsatib turganda o'lmasxonani ko'rsatdi. O'g'lim mana shu kishida agitatsiya qilgan, aya mana bu edi dedi. Darrov bir pasda qochib yo'q bo'lib qoldilar o'sha paytda. Agitatsiya qilib turganda shu voqeani ko'rgandirlar. Kim nima qilganini, kimni otganini ko'rgandirlar. Birodarlar, e'tiborlaringiz uchun rahmat. O'zingizni tanishtiring. Charchab qoldim. Mirzo Akbarova Sharofxon. Qayerda yashaysiz? Uy bekasiman. Balak 4 ta farzandim bor. Bazilova bekasi. Bizniki pionerskiy. Nechinchi uy? Bu voqea nimada bo'lgan? Bazilovada bo'lgan. 29. To'g'ri gaplari. Shu greklarni bilar edim. Men больницада yotganda ko'rgan edim. Bittasi o'lgan, bittasi yaradorlangan yo'q. Bularni senlar otding, soldatlarga o'q otding deb ayblashyapti. Otilmagan ular. Biz ko'rganmiz. Shu yerda mahalla hamma guvoh. Ko'pchilik ko'rganmi? Ko'pchilik ko'rgan. Masalan, 9-sinfdagi o'g'il bola, o'g'lim yolg'on gapirgan yo'q. Shunday ko'rgan. Demak, kerak bo'lsa yana gaplasharmiz. To'g'ri gaplari hamma. Ya'ni konsultatsiyaga borganda, garkom yoniga bordim. Erta borsam odam to'plangan. Endi miting bo'lyapti. Mitingdan soldatlarga kutib tashlagan. Arqamga qaytib, Shurzovoy ko'chasidan Orashilov ko'chasiga chiqdim. Orashilov ko'chasi Shoraxaga kelganda, shu Shoraxadan o'tganim bilaman, bundan hali bilmayman. Shunday yiqildi. Ko'zim ochsam, kishi meni mototsiklda olib ketishyapti. Olib borib больницаga yotqizishdi. Больницada operatsiya qilib, keyin 11-kuni yana bir marta operatsiya qilishdi. 2 marta operatsiya bo'ldi. Mana shu Men ham 8-kuni mana shu nimada jabrlanganman. 8-kesla kuni jome masjidi oldida butun haloyiq to'plangan edi. Biz odamiylik, insonparvarlik tashkilotidan 3 kishi borgan edik. O'sha yerda biz ko'rdikki, butun xalq to'planib, rahbarlar shu yerda miting uyushtirishar ekan. Garkomda oldida xalqni chaqirishdi deb odamlar gapirishgan. Xalq rahbarlarga ishongan holatda borgan garkomga, majlisga, mitingga. U yerda rahbarlarimiz xalqni soldatlar bilan kutib olishdi. Qurollangan soldatlar bilan kutib olishdi. Xalqning qo'lida 4 ta Leninda 2 metrli, 3 metrli portreti va 15 ta respublikaning bayrog'i bor edi. Bizi xalqimiz millatchilik uchun chiqqan yo'q u yerga. Xalqimizning qo'lida hech qanaqangi qurol, tosh yoki tayoq yo'q edi. Xalqimiz faqat o'z talablarini, orzu istaklarini talab qilgani chiqishgan edi. Bu yerda
shunday talablar bo'lgan edi. Rahbarlar chiqib kelgandan keyin o'z talablarini bizni xalqimiz yozma ravishda rahbarlarga berishdi. O'rtoq Musabekovga, o'rtoq Hojimatovga 5 kishi chiqishgan edi rahbarlar. 5-10 minut o'sha yerda miting bo'ldi, tinch. Biz xalqni tinchlantirib o'tkazdik. Asfaltlarga, trotuarlarga shunday siljitib. Bizning maqsadimiz mana shu tinch hal qilishida, mana shu nimani talablarda. Hech qanaqangi hech kim bilgani yo'q. Soldatlarni o'qqa tutishini, tinch aholini. Bu yerda provokatsiya ham bo'lgani yo'q. Nimaga birdaniga o't ochib bordi bular? 5-10 minut tinch miting bo'ldi, hamma yerda o'tirgan joyda o'q otib yuborishdi birdaniga redaksiya tomonidan turib. Xalqni o'qqa tutishdi. Begunoh yigitlar o'ldi, yer tishiladi. Yuzlab yigitlar yarador bo'ldi. Men o'zim yarador bo'lib bir 20-30 metr yurib yiqildim. O'ng biqinimdan ochishdi. Yiqilgan holda yerda yotdim. Oldimda 2-3 ta yarador o'lganlar yotdi men bilan birga. Otishma tugagandan keyin biz sekin boshimni ko'tardim men. Boshimni ko'tarib orqaga qaraganda soldatlar yurib kelyapti degani otib. Qisqa otib kelishyapti yaradorlarni. Men qo'rqqanimdan qochdim. Qochganimda 30 metr hali yuguralganim yo'q, hamma qonga bulanganman. Butun shimlarim xuddi suvga tushib ketgandek qonga bulangan edi. Shuni ko'rib turgan holda yana orqamdan otishdi. 2 marta otishdi. Men asfalt yonida yana yiqilib qoldim. Bu yerda 2 ta yigit yordam ko'rib restoran tomonidan chiqishgan edi. Meni mashinaga o'tkazib olib qochishdi o'sha asfaltda yaradorlar bilan birgalikda. Qonga bulangan yaradorlarni 2 ta mashinaga solib qochdik. 2 ta vertolyot orqamizdan o'tib bordi. Otib okean magazini oldigacha bordi. U yerda barcha yigitlarni otib o'ldirishdi. Hamda yarador qilishdi. Ko'zim bilan ko'rdim bu narsani. Men shuning uchun chiday olmayman. Aytishim shart buni xalqqa. Nimaga tinch xalqni o'qqa tutishdi? Nimaga? Banitsada yotdim. Banitsada bular aytishdi, mana 83 ta, 18 ta, 15 ta odam o'ldi deyshadi. Yolg'on, menga men qo'shilmayman. 350 ta yarador yotdik. Qani o'sha yaradorlar? 3 ta etash banitsada yaradorlar to'lib ketdi. Qani o'sha yaradorlar? 2 kun 3 kunda shuni tarqatib yuborishdi rayonlarga, boshqa yoqlarga. Borda o'liklar to'lib ketgan, mesestralardan eshitganman bu gaplarni. Tirik bo'lgan yaradorlarning o'zidan 18 kishi o'lgan. 8-seslar kuni. Qani o'shalar qayoqqa ketdi? Siz bilan biz shuni aniqlashimiz kerak. Shuning uchun haqiqatni aytish kerak. Mana shunday mana shu provokatsiyalarni millatchiliklarni ham uyushtirgan mana shu rahbarlarimiz bo'ladi. Rahbarlarimizni men ayblayman bunda. Chunki rahbarlarimiz bilgan mana shu Quvasoy 2 soatlik yo'l shu yerga yetib kelishini, mana shu fojiani 5-seslar kuni, 6-seslar kuni biz turk mahallalarida dejurstvoda turganmiz, militsiyalar bilan birga. Bizni insonparvarlik, odamiylik tashkilotimizning yigitlari. Mana bizga bo'lgan padarka mana otishdi, qilgan yordamimizni evaziga. Shuning uchun men talab qilamanki, bu jinoyatni biz butun dunyoga olib chiqishimiz kerak. Butun dunyo oldida ochib tashlashimiz kerak. O'zbek xalqi dushman emas. Rahmat Abdurashidaka. Endi birodarlar, endi yana bitta so'zni mana shu voqealarga daxldor bo'lgan Odiljon akamga so'z beramiz. Keyin yana bitta kishiga so'z beramiz, shu bilan miting tugatsak kerak. Agar mana shu ro'yxatdagilar hammasiga so'z beramiz desak, albatta vaqtimiz yetmaydi. Endi so'z ololmay qolgan o'rtoqlardan uzr so'raymiz. O'zimning nomimdan mana shu mitingdagi odamlar nomidan uzr so'rayman. Assalomu alaykum, hurmatli hamshaharlar. Men o'zim sog' o'zim kasbim yurist bo'lganligim uchun men faqatgina shu fursatdan foydalanib sizlarni qaysi huquqlaringizni tushuntirmoqchiman xolos. Davlatni boshqarishda har bir jumhuriyatimizni har bir viloyatni ishtirok etishga haqli. Qaysilar shunday deb qo'ygan. Sovet ittifoqida harbiy xizmat qilish bu har bir viloyatning burchi deb yozib qo'ygan. Lekin taqdimda moddada shunday deganki, Sovet davlati istir grazdanini har bir shaxsini o'z himoyasiga oladi. Uni sihat salomatligiga saqlaydi degan joyi bor. Agar bizning davlatimiz xuddi shu qaysidir shu moddasiga binoan bizni onalarni, farzandlarini himoya qila olmasdi, harbiy armiyadagi turgan o'zbek millatiga tegishli bo'lgan xalqni qonuniy huquqini himoya qilish uchun o'sha yerga mahkam turmagan ekan, biz konstitutsiya armiyaga berishdan bosh tortish to'g'risidagi qonunni buzmagan bo'lamiz. Biz o'zimizning huquqimizni talab qilyapmiz.
bunga hech kimning haqqi yo'q. Xuddi mana shu yerda namoyishni o'tkazish uchun qarshilik chiqqan rahbarlar konstitutsiyamizda asosiy qonun, davlatimizda asosiy qonuni bo'lgan konstitutsiya moddalariga qarshi chiqdi. Bu deganimki, Misr grajdanlari namoyishlar o'tkazish yo'li bilan o'zlarining talablarini rahbarlar oldida qo'yishga haqli deb yozib qo'ygan. Xuddi mana shu konstitutsiyaning shu qonunini rahbarlar qarshi chiqib, hattoki gazetalarda mitingga ruxsat bermadik, ruxsat berganimiz yo'q. Chiqmanglar, chiqsalaringiz jinoiy ish bo'ladi degan gaplarni gazetaga ham yozishdi, radiodan e'lon qilishdi. Qonun bu. Buni hech qanday rahbarga bordi. Agar Cumhuriyetimiz miqyosida hisob qilsak, har kuni, har oyda necha yuzlab navqiron yigitlarimiz nobud bo'layotganligini taxmin qilish mumkin xolos. Hech kimga keraksiz bema'ni Afg'oniston tuprog'idagi janglarda halok bo'lgan minglab jigargo'shalarimiz kamlik qildimi? Bu huquqsiz, mazlum millatimiz boshiga kelayotgan baloyi ofatlarni ketib bormikan? Masalaning yana bir achinarli tomoni shundaki, bunday noxush ahvolni ko'lami ancha keng bo'lganiga qaramasdan, biron bir axborot vositalari orqali ma'lum qilinmayapti, sabablari bayon etilmayapti. Biz ushbu bayonnomaga imzo qo'yuvchilar mavjud ahvolni inobatga olgan holda shuni ma'lum qilamizki, o'z farzandlarimizni bema'ni taqillanish va bevaqt halokatdan saqlash maqsadida harbiy xizmatga jo'natmaslikka, ya'ni safarbar qilinishiga qarshilik ko'rsatishga haqlimiz deb hisoblaymiz. Bu yerda ba'zi bir birodarlar O'zbekiston Jumhuriyatida yoki O'rta Osiyoda xizmatga jo'natsak bo'ladi degan bir fikr bildirildi. O'zimiz o'ylab ko'raylik. Samarqandga deb olib tutib, misol uchun 2 oydan keyin komandirovka deb Sibirga olib ketaveradi, kim to'sqinlik qila oladi? Shuning uchun umuman jo'natmaymiz. Bunday chora ko'rishimiz qanday oqibatga olib kelishini tasavvur qilamiz. Lekin bundan boshqa biror tadbir qo'llashdan ojiz ekanligimizni his qilyapmiz. Qarorimiz qat'iy va ushbu bayonnoma topshirilgan kundan boshlab kuchga kiradi. Fojialarni oqibatini va unda kimlar aybdor ekanini aniqlash uchun to'plangan ekanmiz. Iltimos, bu yerda hamma joydan odam bor. Hamma rayonlardan odam bor. Bu yerga oq-voq qilgani, ortiqcha baqirgani, ortiqcha chaqirgani kelganimiz yo'q. Bor faktni, bor haqiqatni aytib, rahbariyatni oldiga qo'yib, shulardan yordam berishlarini iltimos qilgani kelganmiz. Shunday bo'ladigan bo'lsa, bugun men o'zim odamiylik, insonparvarlik uyushmasidanman. Bizga O'zbekiston Birlik xalq harakatining rahbariyati vakillari ham kelishgan. Bu yerda O'zbekiston Jumhuriyati partiya qo'mitasining vakillari bor. Farg'ona viloyat partiya qo'mitasining birinchi kotibi va uchinchi kotibi bor. Shahar partiya qo'mitasining birinchi kotibi bor. Shahar ijroiya komitetining raisi va rahbariyatlari bor. Shular hammalari sizlarni odilona, oqilona savollaringizga qo'llaridan kelgancha javob berishadi. Endi men o'ylaymanki, biz bu yerda birovni qora qilgani uchun, shaxsni qora qilgani uchun kelganimiz yo'q. Faqat aybdor kim bo'lsa, o'shani topilib, o'sha fojialarni, matbuotlarni chiqargan, Aganyoqni bosib chiqargan, Sabeshetnikda poligon statyasini bosib chiqargan, o'sha aybdor shaxslarni shu rahbariyat orqali topkizib, o'shalarni shu yerga olib kelgizib, shu xalqdan, o'zbek xalqiga balchiq chaplagan xalqdan uzr so'ratsalar yoki markaziy televideniya orqali chiqib o'zbek xalqini oqlab qo'yishsa. Endi bizga o'zi bu yerda chiqib juda ham gapirish qiyin. O'zi xalqimiz O'zbekiston
bir fojiali ahvolda edi. Paxta yakka hokimligi, atrofda ishsizlik, bolalar o'limini ko'pligi, ahvol shunchalik mudhish dahshatliki, shunday bir kommunizm quramiz deb yurgan paytlarda ayollar o'zlarini yuzlab har yil yoqishayotgan bir payt O'zbekistonni o'zida bu juda mudhish ahvolda ekanligimizni, fojiani o'rtasida ekanligimizni ko'rsatib turgan bir fakt edi-ku. Shunday fojiani o'rtasida yana bu Farg'ona fojiasi, Qo'qon fojiasi bunga qo'shildi. Bu hamma millatimiz vakillarini, umuman O'zbekistonda yashovchi, SSRda yashovchi odamlarni hammasini larzaga keltirdi. Lekin hamma gap shu yerdaki, bu larzaga keltirish har xil bo'ldi. Bu larzaga keltirishning ozgina tarixi bor. Shu to'g'risida bir og'iz bo'lsa ham gapiraman. Esinglarda bo'lsa 83-yilda Gidlan va Ivanov degan shaxslar O'zbekistonga kelib, bu yerda paxta ishlarini ochishga boshlashdi. Butun dunyoga, butun SSRga buni o'zbeklar ishi deb e'lon qilishdi. To'g'risini aytsa, ko'pgina ziyolilar, men shaxsan o'zim bundan xursand bo'lgan edim. Chunki paxta ishlari atrofida bo'layotgan o'g'irliklar, nopok ishlar hammaga ma'lum edi. Hatto paxtaga aloqasi bo'lmagan odamlarga ham. Biz o'yladikki, shu odamlarni jirkanch basharlari ochilsa, paxta bo'yicha qilayotgan qallobgarchiliklar ochilsa, javobgarlar jazolansa, xalqimizning kelajagi uchun, uni ravnaqi uchun balki yaxshi yo'l ochilar deb o'ylagan edik. Lekin juda ham ko'p vaqt o'tmasdan shunday ma'lum bo'lib qoldiki, bu shaxslar asosan o'zbek xalqi shunchalik mudhish dahshatliki, shunday bir kommunizm quramiz deb yurgan paytlarda ayollar o'zlarini yuzlab har yil yoqishayotgan bir payt O'zbekistonni o'zida bu juda mudhish ahvolda ekanligimizni, fojiani o'rtasida ekanligimizni ko'rsatib turgan bir fakt edi-ku. Shunday fojiani o'rtasida yana bu Farg'ona fojiasi, Qo'qon fojiasi bunga qo'shildi. Bu hamma millatimiz vakillarini, umuman O'zbekistonda yashovchi, SSRda yashovchi odamlarni hammasini larzaga keltirdi. Lekin hamma gap shu yerdaki, bu larzaga keltirish har xil bo'ldi. Bu larzaga keltirishning ozgina tarixi bor. Shu to'g'risida bir og'iz bo'lsa ham gapiraman. Esinglarda bo'lsa 83-yilda Gidlan va Ivanov degan shaxslar O'zbekistonga kelib, bu yerda paxta ishlarini ochishga boshlashdi. Butun dunyoga, butun SSRga buni o'zbeklar ishi deb e'lon qilishdi. To'g'risini aytsa, ko'pgina ziyolilar, men shaxsan o'zim bundan xursand bo'lgan edim. Chunki paxta ishlari atrofida bo'layotgan o'g'irliklar, nopok ishlar hammaga ma'lum edi. Hatto paxtaga aloqasi bo'lmagan odamlarga ham. Biz o'yladikki, shu odamlarni jirkanch basharlari ochilsa, paxta bo'yicha qilayotgan qallobgarchiliklar ochilsa, javobgarlar jazolansa, xalqimizning kelajagi uchun, uni ravnaqi uchun balki yaxshi yo'l ochilar deb o'ylagan edik. Lekin juda ham ko'p vaqt o'tmasdan shunday ma'lum bo'lib qoldiki, bu shaxslar asosan o'zbek xalqining nomini qoraga bulg'ash uchun butun dunyoga o'zbeklarni hammasi o'g'ri, poraxo'r, ishyoqmas bir xalq sifatida ko'rsatib kelish uchun, shu ko'rsatishni isbotlash uchun kelishgan ekan. Mana endi hozir hammamizga ma'lum, hatto minglab kishilarni begunoh qamashgan. Ularning ichida bitta ikkita aybdorlar ham bo'lgan. Ular jazosini olsin. Ular xalqimizning nomiga dog' tushirgan odamlar. Lekin har qanday xalqning ichida o'z nopoklari bor. Agarda bittami, ikkitami, 10tami, 100tami o'g'ri, qallobni butun xalqimizni yuziga iflos mag'zava sepishga hech kimning haqqi yo'q. Lekin Gidlan bilan Ivanov, balki Gidlan bilan Ivanov emasdir, uni yuborgan Moskvadagilar shunday qilmoqchi bo'lishdi. Bunaqada ahmoqgarchilikni nahotki o'zimiz tushunmasdik. Tushunishga boshlagandik. Va o'sha yerda tepadan turib bu ishlarni uyushtirgan, 70 yildan beri uyushtirayotgan odamlar bilishardi.
o'zbeklar ham odam, bular ham inson, bular ham millat bir kun kelib ko'zini ochadi deb. Ana shuni sezib, ko'z ochishimizdan oldin miyamizga bitta musht tushirish uchun Ivanov bilan gidlarni yuborishgan. Birini o'zimizni qora qilib, o'zimizni yomonotlik qilib, yana bir necha yil bularni qo'rqitib qo'yamiz deb yuborishgan. Va bu ishni eplashyapgan edi. Bizni millatimizni ustidan yana bir marta qatag'on uyushtirib, millatimizni yana qo'rquv og'uga olishayotgan edi. Lekin Gidlan bilan Ivanov yoki yanishdi, yoki bu katta bir teatr ssenariystlari yanishdi. Bu ish boshqa tomonga o'tib ketdi. Ular Ligachovni o'g'irlikda, poraxo'rlikda ayblashdi. Ana shundan keyingina Moskvadagi mafiya Ligachov Ivanov bilan Gidlanga yopishib, ularni qoralash uchun o'zbeklar ishi noto'g'ri bo'lgan, bu bo'xton bo'lgan, o'zbek xalqini ustiga yolg'on bo'lgan deb butun dunyoga oldin nomimizni qoraotlik qilib qo'yib, keyin oqlashga boshladi. Bular o'yladiki, bular yaqinda oqlanib qoladi, ko'zini ochadi, paxtamni ber, tillamni ber deydi dedi. Demak, bularga yana bir narsa kerak edi. Xalqimizni qo'rqitish uchun, yana peshanasiga yana bir mush urish uchun bir bahona kerak edi. Mana bu bahona bu Qo'qon va bu Farg'ona fojialari bo'ldi. Bu tepadan uyushtirilgan, kimlar tomonidan uyushtirilgan xalqimizga nisbatan bo'lgan provokatsiya edi. Televideniya, radioda berilgan hamma eshittirishlar qat'iy qoralansin. Va mana shunday maqolalar mualliflari, eshittirish mutasaddilari tuhmatchi sifatida jinoiy javobgarlikka tortilsin. Shu munosabat bilan Cumhuriyet hukumati tomonidan ittifoq hukumatiga raddiya berilsin. Ikkinchi, 7 va 8 iyun kunlari Qo'qon shahridagi Lenin maydonida va shahar partiya shubasining binosi oldida tinch aholiga qarshi o'q otishga buyruq bergan va buning oqibatida bir qancha kishilarning halok bo'lishiga sababchi rahbarlar harbiy yoki grajdan jinoiy javobgarlikka tortilsin. 3. Viloyatda millatlararo ahvolni og'irlashganligi haqida aholi tomonidan ogohlantirishlar bo'lishiga qaramay, biror chora tadbir ko'rmagan va buning oqibatida qon to'kilishiga yo'l qo'ygan viloyat ijroiya kengashidagi, viloyat partiya shubasidagi va viloyat ichki ishlar boshqarmasidagi rahbar xodimlar jinoyatchi deb hisoblansin va sudga berilsin. 4. 8 va 9 iyun kunlaridagi voqealarga beixtiyor ro'baro bo'lgan, hozir qamoqda yoki tergovda bo'lganlarning yoshligi va hayotiy tajribasizligi e'tiborga olinsin. 5. Harbiy xizmat davomida har xil sabablarga binoan halok bo'lgan o'zbek askar yigitlarining halokat sabablari to'g'risida aniq ma'lumotlar jabrlangan oilalarga yetkazilsin va mahalliy matbuotda muntazam yoritib turilsin. 6. Harbiyda halok bo'lganlarning qotillari va bunday qotilliklarga imkoniyat yaratib bergan harbiy rahbarlar aniqlanib, ularga nisbatan ko'rilgan qonuniy jazo choralari to'g'risida matbuotda axborot berib borilsin. Bundan ikki maqsad ko'zlangan. Birinchidan, turli ijtimoiy-siyosiy talablar bilan chiqayotgan begunoh odamlarni aybdor qilib, qamoqqa olish va ovozini bo'g'ish. Ikkinchidan, ulardan foydalanib, Qo'qonda ish olib borgan turk vatanga qaytish harakati markazini qo'rqitib, tarqatib yuborish. O'zbek xalqiga nisbatan tuhmat va yolg'on ma'lumotlarga to'la materiallar respublika va markaziy nashrlarda to'lib ketgan edi. Masalan, Trud gazetasida bosilgan Farg'ona kecha va ertaga maqolasini olaylik. Unda Qo'qon shahrida qurollangan ekstremistlar to'dasi turklarni bo'g'ib o'ldiramiz. Leninning avlodlari ruslarni bo'g'ib o'ldiramiz. Yashasin Islom Respublikasi bo'lgan O'zbekiston va Oyatullo Xumayniy degan jumlalar bor edi. 1989-yil 17-iyul kuni bir guruh faollar, matbuot xodimlari Namangan viloyatidan Farg'onaga borgan edik. Bizni bo'lgan voqeani o'z ko'zimiz bilan ko'rish uchun yuborishgan edi. Komsomol posyolkasida shunday manzarani ko'rdik. Yuzlab odamlar bunga guvoh bo'ldi. Yondirilgan turklarning hovlilari o'rtasida, u yer bu yerda bus-butun hovlilar turardi.
ularning darvozasiga bo'r bilan "Bu yerda ruslar yashaydi, bu yerda tatarlar yashaydi" deb yozib qo'yilgan bo'lib, ularga hech kim zarar yetkazmagan edi. Borgan kunimiz ana shu hovlilardan rus, tatar ayollari chiqib, bizga nima bo'lganini gapirib berishdi. Hatto turklarning ruslarga tutash uylari ham yongan edi. Farg'ona viloyatiga milliy asosdagi nizo bahonasi bilan sobiq Sho'ro davlatining 20 mingga yaqin ichki qo'shin askarlari kiritildi. Ularning bidotliklari oqibatida yuzlab begunoh odamlar o'ldirildi, yarador qilindi. Matbuot xabarlaridan ma'lumki, Farg'ona Mesxeti turklari bilan nizo chiqqan paytda ko'p odam halok bo'lgan edi. Ichki qo'shinlar esa undan ko'proq odamni otib o'ldirdilar va yarador qildilar. Bundan tashqari yana 300 dan ortiq begunoh inson jinoiy javobgarlikka tortildi. Ichki qo'shinlar Qo'qonda osoyishtalikni ta'minlamadi, balki ular vaziyatni sun'iy ravishda keskinlashtirdi. 7-8 iyun kunlari Qo'qondagi sobiq Lenin nomli maydonda tinch o'tirgan odamlar, tinch aholining vertolyot hamda yerdan turib tikka otilishi mislsiz jinoyatdir. Bu Sho'ro davlatining davlat terrorizmi bo'lib, ichki qo'shinlarning aholini tinchitish emas, jazo guruhlari sifatida ularni bostirish uchun kelganini yaqqol ko'rsatdi. Qo'qonda aholi butkul himoyasiz qoldi. Maydonda sarosimaga tushib qochgan kishilarning ko'pchiligi orqasidan otib o'ldirildi va yarador qilindi. Eng yomoni shundaki, ana shu joyda mahalliy firqa va sho'ro tashkilotlarining rahbarlari ham bor edi. Ular otilayotgan odamlarni emas, ko'proq amalni o'ylashdi. Qonli voqeaning ustida bo'la turib, lommam deya olishmadi. Otilayotgan odamlarni qonga belangan shifokorlardan boshqa hech kim pana qilmadi. Shu voqeadan keyin Qo'qonda dunyoning hali biror joyida bo'lmagan pastkashlik ro'y berdi. Bir guruh shahar rahbari hamda haqiqatni bo'yab yozgan muxbirlar jasorati uchun medaliga tavsiya qilindi va ularga medal topshirildi. O'sha paytda mana shu Farg'onada bo'lgan mojaroni vohimasi butun respublikaga tarqaldi. Qanchalab uylar yongan, odamlar qurbon bo'lgan, qon to'kilgan, butun vahima tarqalgan edi. И я и сегодня заявляю, что второй Ферганы Узбекистан не переживет. Voqea guvohlaridan yana biri quyidagi ma'lumotlarni aytib o'tgan. 1989-yil 7-iyun kuni shahar ustida harbiy vertolyotlar tez-tez aylana boshladi. Ular juda past uchayotgan edi. Hatto vertolyot uchuvchilari, uning pulemyotlari ham yaqqol ko'rinib turardi. Ular tez-tez o'zidan tutun burqsitib turgan sharlarni pastga tashlardi. O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy qo'mitasi komissiyasi e'lon qilgan ma'lumotlarga qaraganda, may-iyun oylarida yuz bergan to'qnashuvlarda 103 kishi nobud bo'lgan. Ularning 52 nafari Mesxeti turk, 36 nafari o'zbek, qolganlari boshqa millatlarga mansub kishilar. 1011 kishi tan jarohati olgan. Ichki qo'shinlarning 137 harbiy xizmatchisi, militsiyaning 110 xodimi yaralangan. Aholining 757 uyi, davlatning 27 ta obyektiga o't qo'yilgan va talon-taroj qilingan. 275 ta transport vositasiga o't qo'yilgan. Fojiadan so'ng Mesxeti turklari Rossiyaga ko'chirilgan. Hozirda ular Rossiya, Ozarbayjon, AQSh va Turkiyada yashaydi. Endi esa yozuvchi Abdulla Jalilning 26 yil davomida yozgan Qo'qon fojiasi nomli maqolasidagi faktlar bilan tanishtiramiz. Farg'ona viloyatidagi Mesxeti turklari bilan o'zbeklar o'rtasidagi ziddiyat malakali mutaxassislar tomonidan oldindan juda puxta rejalashtirilgan va amalga oshirilgan. Bu juda katta siyosiy ig'vogarlik va siyosiy nayrangbozlikdir. Uni bir guruh yuqori martabali sovet harbiylari va maxsus xizmat mahkamalarining xodimlari aniq maqsadlar asosida ishlab chiqdi. Bir guruh yuqori martabali sovet harbiylari va maxsus xizmat mahkamalarining xodimlari aniq maqsadlar asosida ishlab chiqishgan. Ig'vogarlikni amalga oshiruvchi kishilar zarur mablag'lar, transport va texnika vositalari, o'zbek milliy kiyimlari bilan ta'minlangan. Milliy nizoni keltirib chiqarishda, ayniqsa montaj qilingan foto suratlar, video kassetalar keng qo'llanilgan.
1989-yil 7-iyun kuni ertalab Rishton tumani radiosi orqali xabar berildi. Unda aholi Qo'qonda bo'ladigan mitingga da'vat etilgan edi. Guvohlarning so'zlaridan kelib chiqib, xulosa qilish mumkinki, qirg'in uyushtirganlarning katta qismi mahalliy aholi vakillari bo'lmagan. Mesxeti turklarning uylariga o't qo'yganlar faqat mahalliy aholi vakillari emasdi, deydi o'zbek tomoni guvohlaridan biri Ulug'bek Marubayev. Biz oilamiz bilan Qo'qonga qaytayotgandik. Marg'ilonda qurollanganlar hamma mashinalarni to'xtatayotgandi. Faqat Mesxeti turklarini tekshirishayotganini aytishdi. Otam qo'rqib, avtomobilni burib oldi va boshqa yo'l bilan uyga yetib oldik. Esimda, o'shanda ota-onam bu kimsalar notanish deya ko'p takrorlashgandi. 3-iyun kuni kechki payt onamning ukasi biznikiga keldi. U 20 yoshlarda edi. Mesxetilarga qarshi qirg'inda ishtirok etayotganini aytdi. Mening ota-onam bundan shokda edilar. Keyin u Mesxetilar o'zbek qizlarining nomusiga tekkani, millatdoshlari himoyasi uchun bunga aralashganini aytdi. Bu gaplar rost yoki yolg'on ekanini tekshirishning imkoni yo'q edi. Bunga ishondik, deydi Marubayev. Po'lat aka, shu Karimovga nisbatan mana shu shior mana shuni izohini qanday izohlab berishingiz mumkin? Unda bu shior to'g'ri, chunki Karimovda o'zini xususiyati, xarakterida diktatorlik prinsipi bor. Karimov O'zbekistonda olib borayotgan siyosatda asosiy shu diktatura asosida o'tkazmoqchi bo'lyapti. Mening fikrimcha, chunki hozir ko'radigan bo'lsak, masalan, Nishonov davridan olib Karimov O'zbekiston rahbarligiga kelishigacha hamma yoq oshkoralikni bo'g'ish, demokratiyani bo'g'ish va diktatorlik metodlari bilan ishlashga o'tdi. Masalan, saylovda oladigan bo'lsak, faqat Segakun partiya O'zbekistonning boshchiligida antidemokratичный zakona vыборах qabul qilishib, hamma yo'lda bosib, bitta ham demokratik kuchlarning vakillarini ham o'tkazmadi hisobda. Так что men bu diktator degan so'zga qo'shilaman. Masalan, Karimov yoki Karimovga o'xshagan diktatorlar hozir shu siyosatni o'zbek xalqidan to'sishi mumkinmi? Demokratiyani, oshkoralikni. Albatta, chunki ularga demokratiya, oshkoralik kerakmi? Agar demokratiya, oshkoralik bu O'zbekistonga kelsa, bular kimligi va ularning hojati yo'qligi o'zbek xalqi ko'zi ochilsa aytadi, senlar bizni xalqimizni qul qilgan, orolni yo'qotgan, bolalarimizni kasal qilgan, ayollarimizni kasal qilgan O'zbekiston Kompartiyasining boshliqlari senlar eding-ku. Senlar yana bizga rahbarlik qilib qoldingmi deb xalq ko'zi ochilgandan keyin bularni tarixda axlatxonasiga surib yuboradi. O'shandan qo'rqqanidan ular diktaturani boshladi, demokratiyani bo'g'yapti, oshkoralikni bo'g'yapti. Siz Birlik hay'atining a'zosisiz. Men Birlik xalq harakatini taftish komissiyasining raisiman. Tezdan bir kun avval shu chodir shaharchida turgan og'aynilar oldiga madad uchun kelganman. Meni hayronga soladigan narsa shuki, shu yerda turgan shiorlarni, shu yerda tayyorlab turgan fotosuratlarni, o'zganda o'ldirilgan rasmlarni kimdir shu deputatlarning buyrug'i bilan o'g'irlab yo'qqa chiqarishdi. Nima qilmoqchi ekan bular? Bular O'zbekistonda bo'layotgan o'zgarishlarni yo'qqa chiqarib, O'zbekistonda hamma narsa yaxshi deb Moskvada ko'rsatmoqchi ekandirlar. Men seni deputatlikdan olaman, chaqirtiraman. Bu diktatki bu. Vaholanki, narodniy deputat, xalq deputatlari, siz, Karimov, Falonjon, sizlar eng huquqli deputatlar. Har biringlar bittadan ovozga egasizlar. Yana bitta savol, Qiziljoy, Ubaydullayeva chiqdi birinchi kun. Men deputatlar nomidan aytdim dedi. Bizlar maslahatlashdimi shu? Maslahatlashgan yo'q. Nima haqqi bor sizlar nominglarni gapirishga? Yana bizni xalqimizdan kuladi-yu butun ittifoq.
Endi sizlardan iltimos shu birga bo'lganinglarda har bir so'zga so'ranglar, nega shunaqa bo'ldi deb. Mingga shukr bitta ikkita deputatlarimiz bor, sizlar qo'shilsalaring. Qorningiz to'q. Meni ham qornim to'q. Biz nimadan farq qilamiz boshqa hayvonot zotidan? Biz kelajagimizni avlodimizni o'ylashimiz kerak. Bo'lajagimizni o'ylarmiz, avlodni o'ylashimiz kerak. Dunyoda eng katta millatlardan birimiz. 16 million o'zbekmizdan 16 million. Nahotki biz o'zimizni o'rnimizni topa olmasak bu dunyoda. Kechirasiz, siz SSR xalq deputatsizda. O'zingiz tanishtirishingiz mumkinmi? So'rayga bemalol. Qo'rqmang. Tanishtirib qo'yishim. O'zbekistondanmi? Yo, familiyasi. Ha, familiyangizni, ismingizni. Ayting, qo'rqmang, nima qo'rqasiz? Nima qo'rqasizlar? Hech aybi yo'q. Yo'q, ayb bo'lmaydi. Mana shularni ketaversa Mahmudjonda shularni javob oddiy savolga javob berishdan qochishi demak zulmiyatni kuchliligidan dalolat. Zulm bor O'zbekistonda. Zulmiyat kuchliligi. Zolimlik.